Assalomu alaykum. Navbatdagi obyektimiz Qo'qon shahri Erkin iqtisodiy zonada joylashgan Sandoz poyabzal ishlab chiqarish sexiga 20 kilovatli panellar qo'yib bergandik. Mijozimiz bizga ya'ni tavsiya orqali chiqishgan. Oldingi qilgan mijozimiz bizni tavsiya qilishgan, natijani ko'rishgani uchun. Xo'p, 20 kilovat qo'yish jarayonida mijozga ishimiz ma'qul bo'ldi. Shuni hisobga olib yana 20 kilovat, jami 40 kilovat qilib yuborishdi hozir mana. Birinchi etapda ishlarimiz bitdi. Hozir mana 20 kilovatni karkas ishlarini ham davom ettiryapmiz. Profillar 4x4, 4x2 qilib pastki strapilarga ham mahkam qilib qotiriladi. Shamol, bo'ron, shunga o'xshagan tabiiy ofatlarga 100% javob beramiz. Panel uchib ketsa, karkasga biron nima bo'lsa, biz zarar qoplab beramiz. Hozir videolarda ko'ryapmiz, tabiiy ofat bo'lyapti, biz javob bermaymiz, boshqa u deyilyapti. U tomonlama muammo yo'q. Agar bizni ishimizdan, bizni ishimizni kamchilik hisobidan zarar ko'rilsa, qoplab beramiz.